Hozir to'xtang, hozir men hammasini kamaytirib chiqaman buni. Mana shunaqa to'g'risiga qo'yib, bittadan kamaytirib olib chiqamiz. Bittadan kamaytirib olib chiqib, qaytadan yozib chiqamiz. Qaytadan ko'rsatib chiqamiz. Kamaytira olinyapti. Xo'sh, bu kamaytira olinmaydi. Buni kamaytdan chiqarib qo'yamiz. Bu kod turdagi yozuv. Kod turdagi yozuv. Kodli qilib chiqarib beradi. Masalan, mana qarang. Bu yozuv bilan bu yozuvning farqi bor. Kodli qilib chiqarib beradi. Kod turdagi yozuv. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bu alohida belgilanib turadi. Bu yozuv alohida belgilanadi. Buni kamaytdan chiqarsak, nima qilib ishlaydi? Qarang, alohida. Bu yozuv alohida belgilangan. Qarang, alohida boshqacha bo'lib yozilib chiqdi matnimiz. Matnimiz boshqacha bo'lib yozilib chiqdi. Endi buni keyingisi ETG qanday? Qalin yozuv matn bor. Yana qiya yozuv matn bor. Qiya qilib chiqarib beradi ETG. Masalan, buni kamaytdan chiqarsak, qiya yozuv chiqadi. Sal qiyaroqli yozib chiqarib beradi. Ko'rishingiz mumkin. Keyin bitta o'lchamga kichik matn. Hozir chiqargan matnlarimizdan kichikroq matn chiqarib beradi bitta o'lchamga. Ochamiz. Brauzerga o'tamiz. Brauzerda qarang. Bu yozuvlar matnning biroz shrifi kattaroq, burnuzi kichikroq. Kichkina matn chiqarib beradi. Kichikroq matnni chiqarib bera oldi. Endi yana o'tamiz so'lga. Keyingi kommentimizni ochamiz. Bu komment nima qiladi? Bu komment makev belgilaydi. Yozuvning ustiga masalan bironta matnning ustiga sariq yozuv yozilib turadi, masalan belgilab beradi matnda. Mana bunaqa belgilaydi. Makev matnni. Belgilangan makev matnni mana shunaqa chiqaradi. Ko'p joylarda mana shunaqa matn ko'rinadi. Masalan, kitoblarda shunaqa belgilanadi. Bu matnni mana shunaqa makler deb tagining ichida yoziladi bu matn. Keyingisi Shape Intent. Storing nima qiladi? Alohida belgili matn. Alohida belgilangan matn bu. So'z alohida. Qarang. Tepadagi matnlarga umuman o'xshamaydi. Umuman alohida belgilangan yozilgan matn bu. Keyingisi daraja. Bu darajaga ko'tarib beradigan. Bu darajaga ko'tarib beradi bu. Ko'pchilik darajaga ko'tarib beradi. Masalan, oddiyroq qilib ko'rsatadigan bo'lsam, mana bunaqa. Darajaga ko'tarish degani shunaqa darajaga ko'tarib beradi. Hozir bu sizlarga men tushunarli qilib tushuntirib beraman. Hozir bitta pilning ichida suv yozilgan. Mana bunaqa qilamiz hozir. Yana bitta PT'ni ochamiz, uning ichiga mana buni kopyalab olamiz. Suv mana buni kopyalab olamiz. Bunaqa qilib qo'ysak tushunarli bo'ladi. Mana buni o'chiramiz. Teginga suv. Bu yerga
Masalan, bu yerga 5 qo'yamiz. Yozuvni o'zgartiramiz. Bu yerga 4 qo'yamiz. Darajaga. Mana bu yerga 2 qo'ysak, buni o'chirib tashlaymiz hali. Bu yerga 3 qo'yamiz. Sup, sup, sup tegini ichida sup. Ha, 4'ning ikkinchi darajasi deyapti. Mana bunaqa chiqadi. 4'ning ikkinchi darajasi pastga tushadi. Qara, pastidan 2ni qo'yib beryapti. Oldidan qo'ymayapti, pastidan ikkinchi darajani chiqarib beryapti. Darajaga ko'taryapti. Sup degani pastdan chiqarib beradi darajani. Supa qo'yilsa, supa qo'yilsa, mana bu narsa qo'yilsa, mana bu narsa yozilsa, bu 5'ning 3-chi darajasi. 5'ning tepasidan 3ni chiqarib beradi. Bu darajaga ko'tarish. Mana shunaqa matnli matematikali joylari kelsa, biz saytimizda o'shanaqa narsalardan, o'shanaqa kodlardan, taglardan foydalanib ketamiz. Hali ko'proq katta-katta loyihalarni ham ishlab ko'rsataman. Ularni o'rgatib bo'lgandan keyin. Bo'ldi. Buni chiqamiz. Keyingisi tagiga chizish. Tagiga chizadi. Ins. Ins tegi mana buni teg. Tagiga chizib beradi. Ko'rasan, tagiga bo'lak qilib chizib beryapti. Ins tegi. Bu tegimiz esa ustiga chizadi matnni. Matnni ustiga chizib beradi. Qarang. Mana ustiga chizib beryapti. Ustiga bitta chiziq tortib beryapti matnni o'ziga. Del tegi. Bu tegi bo'lsa suz. Sampe. Sampe tegi bu namunali matn. Sampe tekst tegi namunali matn qo'yadi. Namuna sifatida yoziladigan matnlar bo'ladi. Namuna qilinib ko'rsatiladigan narsalar bo'ladi. O'shanaqada mana shunaqa narsadan ishlatib ketishimiz kerak bo'lardi. Mana shunaqa tegdan ishlatib ketishimiz bo'ladi. Hamma tegning o'ziga yarasha o'zining iloji bor. Qanaqa yozilishi, darajaga ko'tarilishi, rangi qilib, jilni qilib, yozuvda chiqarishi. Hamma tegning o'zining ishlash prinsipi bor. Mana shunaqa tarzda ishlaydi. Bu teglarni mana shunaqa teglarda ishlaydi. Keyingi darsimizga o'tadigan bo'lsa, keyingi tegimiz jadval yaratib, bozorga ro'yxat. Ro'yxat yaratish qanaqa bo'ladi? Bu ro'yxat mana bunaqa bo'ladi. Hozir ro'yxatni men tushuntirib beraman. Ro'yxat yaratish. Buni biz hozir Luka Comitga olamiz dedim. Faqat ro'yxat bilan ishlaymiz. Mana bunaqa qiladi va mana bunaqa tashlaymiz. Uzr, yana videomiz bo'linib qoldi. Bunaqa noto'g'ri ishlayapti. Bu ro'yxat dedik. Buni ro'yxatni qanaqa qilib ishlatamiz? Uli ro'yxat ichidan li tegi ochiladi. Uli tegini ichidan li tegini ochamiz. Bu ro'yxat. Masalan, bu ro'yxatimizga mana qilib ketamiz. Agar ro'yxatga moy deymiz. Un deb qo'yamiz. Keyin yana nima yozamiz? Piyoz deymiz. Bu ro'yxat. Masalan, kundalik ro'yxatimiz. Ro'yxat qanaqa chiqadi? Ro'yxat mana bunaqa chiqadi. Moy, un, piyoz. Mana bunaqa she'rlar bilan belgilanadi har bir ro'yxatimiz.
Tomorqa olinadi. Buni tomorqa olinish keyin buni raqamli qilsak ham bo'ladi. Har biri sanab ketadi. 1, 2 deb. U L bo'lsa, uning joyiga O qo'yadi. Agar O qilsak, OL qilsak, agar OL qiladigan bo'lsak, bu bizga ketma-ketlikda sanab beradi. 1, 2, 3 raqam bilan ketadi. Mana shunaqa raqam bilan ishlanadi. Mana shunaqa raqam bilan ishlanadi. Bu shunaqa ro'yxat yaratib beradi. Bu tekin ro'yxat yaratib berish uchun ishlaydi. Keyin yana keyingilarga o'tadigan bo'lsak, tushunadigan bo'lsalaringiz, keyingi ro'yxat yaratib beradi. Raqamli, OL mana buni ko'rsatib